qattiq yog'ilyapti. Odilona siyosatga prezident qanotidagi yordamchilar mana to'g'ri, hokimlar ham to'g'ri ma'noda olib borayotgan ishlar bo'yicha ishlar bo'lyapti. Barimiz hammangizdan rozimiz. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizning huzurini ko'ringizlar. Mana shu yilga yordam berdirib, mana shu yerga kecha kunduz yonimizga qo'yib qo'yamiz. Undan tashqari qanday ish bo'lishidan bitta opimiz emas. Xushalning farzandlari yonimizda turibdi. Xudo kuch-quvvat bersin, duo qilasizlar. Mana hoji akalar duo qiladi. Har bir Xushalning farzandi bo'lmagani shu hokim, prokuror bo'lsin, vazirliklarda ishlasin, vatanga xizmat qiladigan, yurakdan otilib chiqadigan, el ordoqlaydigan yetuk kadrlari il xalqqa yordam beradigan insonlar bo'lsa, sizlarni yana bir bor tabriklayman. Har doim shunday bir ota, bir onaning farzandi shunday mujassam bo'lib turish nasib qilsin. Charchamangizlar, Xudo kuch-quvvat bersin sizlarga. Rahmat hammangizga. Yashang. O'sha yildan sizga ham katta rahmat. Mana shu yigitlarga boshchilik qilib turibsiz. Sizga ham katta rahmat mana shu elning nomidan. Xo'p, mana endi tabarakda o'qitamizdan keyin oshsiz urasizlar, bu ham mayliroq bildiraveradi keyin navbat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أو من تلاوة القرآن خلوات الإمام خشنود الرحمن. اللهم أوصل الثواب ما قرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدنا والأساتذة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Parvardigor o'qilgan kalomlaringdan qilinayotgan bu ihsonlardan hosil bo'ladigan savob samaralarni Odamdan xotamgacha, xotamdan shudamgacha o'tgan qadim payg'ambarlarga, janobi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, o'tgan azizlarga, avliyolarga, mu'min mu'minalarga, shu jamoatimizdan umidvor o'tib ketgan barcha ota-bobolarimizga, xiyloshda qavm qarindosh, sohib va sohibalarimizdan umidvor bo'lganlar ruhlariga baxshida qildik. Parvardigora bu ihsonlar haq hurmati, tilovatlar haq hurmatidan yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilsin. Mana bu boshlayotgan ihsonlarimizni o'zi dargohida qabul qilsin. Mana Xushali bobomizning avlodlarining barcha xonadonlariga fayz va barakot berib o'zi himoyasida asrasin. Parvardigor yurtimizning tinchligini, mustaqilligini abadiy qilsin. Osmonimiz tinch, musaffo bo'lib, hamisha mana shunday yaxshi kunlarni bardavom qilib, Xushali eliga hamisha havas qiladigan bir el bo'lib, bir jam bo'lib, bir tam bo'lib, barchalarimiz aka-uka bo'lib mehnat qilib mana shunday elimizning farovonligida charchamasin. Ukalarimiz, akalarimiz hamma ahli ayollarimizdan hayo ketmasin. Yurtimizda tinchlik bardavom bo'lib, Parvardigora o'zi hifz va himoyat asrasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin. Allohu akbar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat mulla bo. Mana Ishonboy bitta duo qiladi. Umrda